Assalomu alaykum hurmatli Surxon Stro YouTube kanali a'zolari hamda bizni kuzatib boruvchilar. Mana bugun Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi bitta uyimiz bitdi. Gipki kamin fasad aboylarimiz Qiziriq tumani Kunchiqish mahallasida. Ya'ni Budyonni. Uyimiz ham 200 kvadratli uy bitdi. Kun botib qoldi, shunday bo'lsa ham bir syomka qilib ketaylik deb keldik. Ustalarimiz yakunlashgan ekan. Bu fasonimiz ham trenddagi fasonlardan bo'ldi, 3 xil rangda. Sariq, seri, qora. So'kinlarini ham qora qilib ishlab berdik. Uyimizning oldi qismi kimga mana shunaqa fason ishlari zarurat bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilasiz. Butun Surxondaryo bo'ylab xizmat qilamiz. Kelishilgan holda. Narxlarga keladigan bo'lsak, 85 ming, 90 ming bo'lyapti. Kattaroq kvadratli ob'yomlar bo'lsa, yana ham kelishilgan holda. Xohlagan fason, xohlagan svetizda qilib beramiz. Fasonlarda hech qanaqa problema yo'q, muammo yo'q. Xohlagan rangingiz, xohlagan fasoningizda qilib beramiz. Bu esa uyimizning chap yoni ko'rinishi. Juda chiroyli chiqdi. Uyimiz ham kattagina uy. Hozir arqa taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib. Mana shunaqa ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Bu esa uyimizning arqa ko'rinishi. Orqa tarafidan ko'rinish jihati. Chap yoni orqasi. Shu fasonimiz shu yil xudo xolasa trendda. Mana shu fasondan bir 10 talar uyda qildik. Hammaga yoqib turibdi, shuning uchun shu fasonda ko'proq foydalanyapmiz. Chiroyli ham chiqib turibdi, ko'rib turganingizdek. Bu esa uyimizning o'ng tomon ko'rinishi. Do'stlar, kanalga like bosib qo'yasiz. Obuna bo'lib qo'llab tursalaringiz xursand bo'lardik. Kimga shunaqa fasadlar kerak bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan nomerlarga murojaat qilasiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida ishlab chiqaramiz. Butun Surxondaryo bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu uyimizning oldi ko'rinish. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Yana bir bor kanalimizni qo'llab turingizlar. Rahmat e'tiborlar uchun.